Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 14 mingni oldik-da. Ha, hurmatli obunachilar. Bo'lsa biz Yan Qo'rg'onga kelganmiz. Hozir nima? Gaznon degan joydamiz. Hozirda Haladeniyda sotiladigan olmalar bor ekan. Shularni video qilib joylaymiz. Kimga yoqsa, hop, manzilini aytamiz. Tayyor. Kimga kerak bo'lsa kelib olib ketaverasizlar. Undan nargindan. Bo'lmasa videoni boshladik. Nargindan ham. Ashaqda olib. Videolarimiz boshlandi. Farqi yo'q. Bir xilda endi birovga yolg'on gapirib. Mana hurmatli obunachilar, noklar bor ekan. Mana olmalar sirop. Hop, qizil olma deysizlarmi, 5 yulduz deysizlarmi, pinkli deysizlarmi? Hammasidan bor. Nokni maydaroqdan ham bor. Qizil olmani ochilischi. Mana qizil olma. Ha. Kalibri zo'r, xudo xolasa, yirik, toza. Maydasi qolaveradi. Maydasi qolaveradi. Dehqonbonni o'zi. Sartaroshka ichida. Tayyor noklar bor mana. Mana noklar. Ota, bu noklar nechi pul? Noklari bo'lishimi? Bo'lishini aytavering. Yashigiga pul beradi, 14 mingdan chiqazyapmiz. Yashigiga pul beradi, 14 mingdan chiqaryaptilar. Ha. Kalibri zo'r. O'ta go'zal noklar. Telefon nomeri qoldirib qo'yasizmi ota bunga? Mayli, 90. Ayting nomeringizni. 94lik. 94lik 908 908 2068. 2068. Hop, manzil Yan Qo'rg'on, Gaznon. Gaznon qishlog'i. Kimga kerak bo'lsa, men o'zim lokatsiyasini tashlab qo'yaman, Telegram kanaliga o'tib qo'yasizlar. Hal xudo xolsa sirop mana. Endi ochdi. Endi ochildi mana qarang. Ochim bizdan boshlandi, xudo xolasa. Aytaverasizlar kimga kerak bo'lsa. Xudo xolsa mana. Bitta. O'ta go'zal xudo xolasa olmalar. Ota, bo'yka olmalar ham bor, ha? Bor. Ha, bo'yka olmasi ham bor ekan. 20 Kripson olmasi bor ekan. 20 tonna kripson, 20 tonna nima? 50 tonna kripson bor. 20 tonna pinkli bor. Ha, kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar. Nomerlarni aytdi. Bir yozib olib. Unisini ham oching choshni. Ya'ni buni zo'r, zo'r olma. Maydasi qolaveradi. Maydasi qolaveradi. Semiranka ham bormidi? Mayda semiranka ham bor ekan. Mana mayda semiranka, toza bu ham, qurchaqasi yo'q. Bu nechta pul ota bu? 3,5 Bo'ladigan narxi 3,5 ming so'mdan mana shunday ko'ribkilar hammasi semiranka. Qanchadan deyapsiz? 3 mingdan beraveraman. Ana, bo'lari 3 mingdan aksiya. Ular ko'proq olganga 1 tonna, 1,5 tonna olganga deyapti. Mana 3 mingdan qo'yib beraveraman deyapti. Tagigacha bir xil javob. Tagigacha, yo'q, bu tagigacha mana bir xil ekan. Qurchaqasi yo'q. 3 mingdan o'ta go'zallar. Hurmatli obunachilar, bo'yka olmasini ko'rgani keldik. Maydasi. Qani? Bo'yka, bu maydasi, ha? Yirigini ochaylik. Mana yirigi. Rangi zo'r. Hamma shunaqa. Hamma shunaqa. Biz bozorga tayyorlab borolmayapmiz-da, ajinoqlar. Otamda bozorga borgani vaqt yo'q ekan. Kimdaga bozori suysa, bozori suyib qolsa, mana tagigacha. Men tagidan ko'rsatchi mana. Xudo xolasa tagigacha zo'r ekan, rangi o'ta go'zal. Nech pul ota bu? 8 ming beraveradi. 8 mingdan? So'rishni sotiladi. 8 mingdan ochildi. Bo'lsa bu yerda 1-2 tonna atrofida bor. Kimga kerak bo'lsa, otaning nomeri boshida bor. Yana bir marta qaytarib o'taman. 94lik 908 2068. Adresimiz Gaznon qishlog'i. Anochaliga pinkli degan olmaydi. Ha, hozir uni ham ko'rsatamiz.
Hozir bo'ykalar ko'ryapman. 8 mingdan. Mana joyida kelib ketaverasizlar. Hurmatli obunachilar, keyingi olmamiz podvalda ekan mana. Podvaldan ko'ramiz. Bunisimi? Qo'llayman, bunisini ko'ringlar o'sha. Devaga chiq. Rasmga olaymi? Hozir sizga chiqsammi? Ko'tarammi? Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Hop, mana. Hurmatli obunachilar, mana sizlarga mana shunaqa joylardan video qilyapman. Qadrimizga yetib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mana pinkli olmalar. Hali dinning emas, podval mana. Bu yog'i oxirigacha. Kimga kerak bo'lsa, pinkli deb so'raganlarga. Ota necha pul bu endi pinkli? 40 tonnadek. 40 tonnami? 40 tonna pinkli olma bor ekan mana. Mana bitta yorib qolib chiqaylik. Hozir. Ana ko'ring, mana bolalar olgan. Mana ko'ribkasini ko'ramiz ekan. Mana bolalar ko'rib kelyapti. Mana. Mana olmani go'zalligi. Ikkinchi marta tushib ketdi. Mana olma. Mana buni ko'raylik. Mana ikkinchisi. Kimga kerak bo'lsa, buni narxi necha pul dedingiz buni? Buni hozir shu bugun bir haftaning ichida sotiladigan narxi 13 ming. Bir haftaning ichida sotiladigan narxi mana Yangi yildan keyin bo'ladi. 20-dan keyin. Ha, 20-gacha narxi 13 ming so'm. Hozirgacha necha pul? 20-dan keyin telefon qilib kelsalang, ammo narxi o'zgarib qolishi mumkin, ammo 20-gacha narxi 13 ming so'm mana. Pinkli. Tagacha xudo xolsa bir xil. Yana bir martadan ko'rsatib qo'yaman. Kimga kerak bo'lsa, adresini, lokatsiyasini, telefon nomerlarini tashladik. Yana bir marta yozib qo'yaman telefon nomerini 94lik 908 2068. Ismi Rahmonali buva. Kelib telefon qilib bemalol so'rashlaring mumkin. Endi vaqtga qarab telefon qilasizlar, kechqurun telefon qilmasalang bo'ldi. Kunduzi xohlagan paytlaringda telefon qilaverasizlar. Ha buva. Kechasi buyursa qilmasalang bo'ldi mana. Yo'q, buni oxirigacha pinkli olma. 40 tonna pinkli olma bor ekan. O'sha gap 20-dekabrgacha narxi 13 ming so'm. Undan keyin agar bo'ladigan bo'lsa, undan keyin narxi o'zgarib qolishi mumkin ekan. Shunga qarab telefon qilib so'raverasizlar. Shu bilan videomiz tugadi. Xudo xolasa like bosib, sheringlarga, o'zimizga o'xshab savdogarlarga jo'natib qo'yasizlar. Bu hali dinning emas, bu podval mana. Podvalda turgan olma. Narigi birinchidagilar hali dinnikida. E'tibor qo'yasizlar. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Like bosishni unutmanglar.